Assalomu alaykum do'stlar. Siz Kinotime'dasiz va bu O'liklar kuni filmi. Babag'ini unuta olmagan zombi uning uchun dunyoning bir chekkasidan keldi. Zoe ismli talaba qiz qolgan kursdoshlari bilan morgda turar ekan, ustozlari ularga oldilaridagi marhum nimadan o'lganligini aniqlashni buyuradi. Zoe unda zamburug' borligini aniqlaydi, biroq aynan qanday zamburug'ligini topa olmaydi. Biroz o'tgach o'qituvchisi Zoedan kasallardan birining qonidan namuna olishni so'raydi. U rozi bo'ladi, biroq unga kompot bo'lgan Maxni ko'rishdan xursand bo'lmaydi. Qiz namuna olib bo'lishi bilan beti yo'q Max unga tegajolik qilishni boshlaydi. Baxtiga kirib qolgan yaqin dugonasi Maxni soladi. Bundan so'ng talabalar uyushtirgan ziyofatga kelishadi. Qiz ular o'likxonada saqlab qo'ygan pivachalarni olib kelish uchun o'sha yerga boradi. Ichkariga kirgach hech kimni ko'rmagan qiz sekin pivaslar oldiga yaqinlashadi, biroq to'satdan o'rnidan turgan jasad qizni o'takasini yoradi. Bu uning kursdoshi edi. Qiz ham ikkinchi bochkani olishga kiradi. Shu damda uning ortidan Max kirib keladi va Zoe'ga tegajonlik qilmoqchi bo'ladi. Qo'rqib ketgan Zoe yordam so'rashni boshlaydi, biroq bir zarba bilan yerga yiqiladi. Qizni majburlagan Max uni zo'rlashga urinadi, biroq shu onda o'rnidan turgan murda birdan Maxga tashlanib uni tishlashni boshlaydi. Ziyofatga yugurib kelgan Zoe qandaydir maxluqni ko'rganligini aytib hammani ogohlantiradi. Oldiniga unga ishonishmaydi, biroq ustozlar ham maxluqqa aylanganligini ko'rishgach dahshatga tushishadi. U ham talabalaridan biriga tashlanadi. Shu onda morgdagi maxluq ham paydo bo'ladi. Ur-sur to'polon boshlanadi va barcha kirgani teshik izlab qoladi. Oynaga tirmashib chiqqan Zoe dugonasini olib chiqishga urinadi, biroq zambaqlar unga yetib olishadi. Oradan 5 yil o'tgach, dunyo umuman o'zgarib ketdi. Zombi kasalligi global pandemiyaga aylandi. Tirik qolganlar esa maxsus lagerlarda yashashni boshlashdi. Zoe bir amallab qochib shu kabi bunkerlardan birida jon saqlagan edi, biroq ko'p o'tmay uni tog'larda joylashgan harbiy bunkerga jo'natishgan. Zoening vazifasi zombi apokalipsisga nuqta qo'ya oladigan dori ishlab chiqishdan iborat edi. Leytenant Miguel Zoening tadqiqotlarini bekorga vaqt ketkazish deb hisoblardi. Biroq bunday fikrda bo'lmagan Zoe yordamchisi Eliza bilan harakatni to'xtatmasdi. Uning tibbiy bilimlari uning mahalliy shifokor bo'lishiga ham yordam beradi. Tongga yaqin dori berilgan bo'lsa-da, o'zini yomon his qilayotgan Lili ismli qizni ko'rikdan o'tkazgan Zoe baza kengashi oldiga boradi va Lili o'pka siliga chalinganligini xabar qiladi. Zoe guruh bilan universitetdagi tibbiy laboratoriyasiga borib kerakli dorilarni olib kelmoqchi bo'ladi. Bitta odamni deb qolganlarning hayotini xavf ostida qoldirishni istamagan Miguel bunga qarshi bo'ladi, biroq Zoe infeksiya tarqalib qolganlarning ham bevaqt o'limiga sabab bo'lishi mumkinligini aytgach, bunga rozi bo'lishdan boshqa iloji qolmaydi. Uchrashuvdan so'ng Zoe yigiti Bak bilan vaqtichog'lik qiladi. Ertasi kuni Zoe Bakning boshchiligidagi guruh bilan yo'lga chiqadi. Bir necha soatdan so'ng shaharga kirib kelishadi va Bak odamlarni guruhlarga bo'ladi. Bir guruh qorovul sifatida tashqarida qoladi, qolganlar esa Zoe'ni qo'riqlab borishadi. Har tomon qon bilan burkangan edi, biroq laboratoriya qulflanganligi sabab xavfsizlikda edi. Zoe eshikni ochadi va guruh xaltalarni kerakli dorilar bilan to'ldiradi. Ketayotib Zoe eski laboratoriyasiga bir rovga kirib chiqishga qaror qiladi. U tadqiqotlarida yordam beradigan jihozlari va suratlarni oladi. Kutilmaganda eshik ochilib zambaq paydo bo'ladi va Zoe o'q uzib uni qo'rqitib qochadi. Tashqariga chiqqach, har ehtimolga qarshi yana o'q uzib qochib qoladi, biroq soch ushlagichini tushirib qo'yadi. Uni esa aslida Max bo'lib chiqqan zambaq topib oladi. O'q ovozlari boshqa bir zambaqlarning ham e'tiborini tortadi va qon istab odamlar ortidan tushishadi. Guruh ham shovqinni eshitgach Zoe'ni izlashga otlanadi va ko'p o'tmay uni topishadi. Biroq endi ketmoqchi bo'lishganlarida zambaqlar askarlardan birini tishlab olishadi. Buni ko'rgan guruh uni tashlab ketishga qaror qiladi. Guruh tong otgach bunkerga yetib keladi. Biroq mashina ostida tulki Max yashirinib olganligini bilishmasdi. Miguel va Baklar holat haqida suhbatlashib turishganda vaqtdan foydalangan Max yashirinib olishga ulguradi. Yashirinib olgan Max bir qancha bolalar to'p o'ynab yurganliklarini ko'radi. Askar ularga ichkariga kirishni buyuradi, biroq bolalardan biri to'pni olib kelish uchun o'rmon ichiga kirib bazadan uzoqlashadi va shu onda uni askar ushlab olib, to'pni o'zi olib borishini aytib unga ortiga qaytishni buyuradi va ko'p o'tmay Max askarni asfalosofiniga jo'natadi. Bundan so'ng eshiklar yopilishidan oldin bunkerga kirib olishga ulguradi. Ichkarida bir talay askarlar borligi sabab ventilyatsiya quvuriga yashirinib olgan Max Zoe'ni topish uchun uning soch bog'lag'ichini hidlaydi. Bu vaqtda Zoe Liliga dori ichirish uchun keladi. Ortiga qaytayotgan qizni Max ko'rib qolib uni ta'qib
qila boshlaydi, biroq vaqt kelgach shoshmaslikka qaror qiladi. Ularning chipoq-chipoq qilayotganliklarini ko'rgan Maksning fig'oni falakka chiqadi. Ayni damda Lilining otasi ventilyatsiya quvuridan chiqayotgan shovqinni eshitib tekshirishga kirishadi va ventilyatsiya quvuriga kiradi. Shu onda uni ko'rib qolgan Maks minga qo'yib unga tashlanadi. Ko'p o'tmay erini izlab kelgan Vendi ventilyatsiya quvuridan chiqayotgan qonni ko'radi. Lyukni ochishi bilan erining jasadi lop etib tushadi. Bundan dahshatga tushgan ayol qichqiriq bilan qocha boshlaydi, biroq Maks unga yetib olib, qayergadir sudrab ketadi. Bu vaqtda Zoe o'zini ancha yaxshi his qilayotgan Lilini ko'rgani keladi. Ventilyatsiyaga qaytib kirgan Maks ularni kuzatib turadi. Zoe xonadan chiqishi bilan Maks uning yo'lini to'sib oladi. Oyog'ini qo'liga olib qochgan Zoe signalizatsiyani yoqishga ulguradi, biroq burchakda qamalib qoladi. Uning qo'lidagi ismini o'qigan Zoe bu Maks ekanligini tushunadi. Qizni ushlagan Maks uni tishlash o'rniga yana zo'rlamoqchi bo'ladi. Shu onda paydo bo'lgan askarlar o'q uzib Maksni yiqitishadi. Biroq Maksni himoya qilgan Zoe uning tirik va aqlli ekanligini, u uning tadqiqotlarida as qotishini aytib, uni o'ldirmasliklarini so'raydi. Maksni qo'lga olgan guruh uni bir amallab laboratoriyaga qamab qo'yishadi. Bundan xabar topgan Miguel zambaqni o'ldirish kerakligini aytadi, biroq bu katta o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkinligini aytgan Zoe Maksga tishlashi uchun qo'lini tutadi, biroq u hidlashdan u yog'iga o'tmaydi. Uning miyasida hali ham nimadir qolganligiga ishongan Zoe uning yordamida dori yasashi mumkinligini aytadi. Miguel bunga qarshi bo'ladi, biroq qizning xizmatdoshi buni sinab ko'rishlari kerakligini ta'kidlaydi. Miguel istar-istamas bunga rozi bo'ladi, biroq qandaydir nojo'ya harakat bo'lishi bilan uni otib tashlashni buyuradi. Maksning organizmini o'rganish natijasida uning yuragi, miyasi va ko'zlardan tashqari butun tanasi o'lganligini aniqlashadi. Buning qanday sodir bo'layotganligini aniqlash uchun esa qon namunasini olishlari lozim edi. Eliza uni nishonda ushlab turgan vaqtda Zoe Maksning oldiga kelib, unga rozilik bildirganday o'zini tutib, bahonada qonidan namuna oladi. Sal o'tib Zoedan xabar olgani kelgan Bak Maksning rashkini qo'zg'atib yuboradi. Zoe Maksning qonidagi gormonlar virusni yo'q qilishda yordam berishi mumkinligini aytadi, biroq bu ishni amalga oshirish uchun boshqa zambaqlarning ham qonidan namuna olishlari kerak edi. Bakka bu fikr yoqmaydi, ammo Zoe boshqa imkonlari yo'qligini aytgach, yarim tunda Miguelga bildirmasdan bazadan chiqib ketishadi. Darvoza oldiga borishgach, zambaqlardan birini ichkariga kirgizishadi va shu onda itday bo'ynidan sirtmoq solishadi. Zoe tezdagina qon namunasini olishi bilan Bak uning miyasidan darcha ochib qo'yadi. Bundan so'ng yana bir zambaqni kirgizishadi. Biroq Zoe namuna olaman deguncha qabulga yozilganlar soni oshib ketadi. Oxir-oqibat askarlarning kuchi ularga yetmay qoladi va ichkariga bostirib kirgan zambaqlar yo'lida uchraganni g'ajishni boshlashadi. Qo'rqib ketgan askarlar tezda surib qolishadi. Zambaqlar esa quvishni boshlashadi. Zoe'ni izlab kelgan Miguel Maks bilan yolg'iz qoladi va uning qo'lidagi Zoe ismini o'qiydi. Buni ko'rgan Miguel Maksni Zoe'ning o'ynashi deb o'ylab, shaxsiy qiziqishi uchun uni olib qolgan deb o'ylaydi. Shu damda trevoga signali chalinadi va Miguel tashqariga oshiqadi. Zambaqlarni o'qqa tutgan askarlar ularni kirgizmaslikni uddalashadi. Tupaya kuritsani qarqab turgan Miguel Elizabetning qo'lidagi yarani ko'rgach qurolga yopishadi. Zoe uning zombiga aylanishiga hali ancha vaqt borligini va uni vaksina bilan davolash mumkinligini ta'kidlaydi. Biroq vaksinaning yordam berishiga ishonmagan Miguel uni otib tashlaydi. Qahri chiqqan Zoe unga baqirishni boshlaydi va Miguel uni ham nishonga oladi, biroq Bakning do'q qilishi uni fikridan qaytaradi. Ketayotib Miguel vaksina yaratish uchun Zoe'ga 12 soat vaqt beradi va buni uddalamasa Maksni ham o'ldirishini aytadi. Miguelning ortidan borgan Bak nega bunday qilayotganligini so'raydi va Maksning qo'lida Zoe'ning ismi yozilganligini ko'rganligini aytgan Miguel Zoe oldinlari unga xiyonat qilib yurganligini va bunkerga o'sha o'ynashini olib kirib olganligini aytadi. Hafsalasi pir bo'lgan Bak Zoe'ning oldiga borib barchasini tushuntirib berishini so'raydi. Zoe Maks u bilan nimalar qilganligini aytib berishga majbur bo'ladi va Bakning unga ishonmayotganligidan xafa ekanligini aytib u yerdan ketadi. Zoe'ga ichimlik olib kirgan askarlardan biri Maksning jig'iga tegmoqchi bo'ladi va shu onda boshi bilan devorga urilib o'z ulushini oladi. Boshqa askar sherigiga yordam berayotgan vaqtda Maks sezdirmasdan kishan kalitlarini o'g'irlab oladi. Askarlar ketganidan so'ng Zoe'ning ismini aytib, u unga tegishli ekanligini ta'kidlaydi, biroq uni rad qilgan Zoe ishini davom etadi. Bir necha soatlik tajribalardan so'ng Zoe Maksning qonini virusni bartaraf etishda qo'llash mumkinligini aniqlaydi. Shu onda kishanlardan xalos bo'lgan Maks yana Zoe'ni zo'rlash harakatiga tushadi, biroq basharasidan yegach qizni qo'yib yuboradi. Askarlarni boshlab kelgan Zoe ular bilan laboratoriyaga kiradi, biroq Maks qorasini o'chirgan edi. Trevoga signalni ishga tushirib, odamlarga ko'chaga chiqmaslikni xabar qilishadi. Qo'rqib ketgan Lili onasini izlash uchun tashqariga chiqadi va zambaqqa aylangan Vendiga duch keladi.
Qochayotgan qizchani askarlardan biri ko'rib qoladi, biroq shu onda Wendy'ning tushligiga aylanadi. Burchakda qamalib qolgan Lili endi o'ldim deganida Max qizchaning joniga oro kiradi. Miguel aholini tinchlantirish uchun hammasi nazorat ostida ekanligini aytadi. Bundan so'ng vaksina hali tayyor bo'lmagan bo'lsa-da, Maxni o'ldirishni buyuradi. Bu vaqtda Lilini izlab yurgan Zoe askarning qoni izidan borib, undan tushib qolgan qurolni oladi. Qarasaki, Max Lilini garovga olgan va Zoedan uniki bo'lishini talab qilayotgan edi. Zoe o'zini o'ldirish bilan Maxni qo'rqitmoqchi bo'ladi, biroq Max Lilini o'ldirib qo'yay deganida Zoe qurolni tushiradi va Max qizchani qo'yib yuboradi. Zoe'ni sochidan suragan Max bunker eshiklarini ochib, qolgan zambaqlarni ichkariga kirgizadi. Shu damda paydo bo'lgan askarlar imkoni boricha zambaqlarni o'ldirishadi. O'q tekkan Max Zoe'ni qo'yib yuboradi. Zambaqlar Lilini ham topib olishadi va u tashqariga qochgach, Zoe uning ortidan yuguradi va Max ham quvlashmachoqdan qolmaydi. Askarlar esa o'q uzishdan to'xtashmaydi. Biroq afsuski ular ko'pchilik edi. Son jihatdan ustun bo'lgan tvarlar bunkerga bostirib kirib aholini o'ldirishni boshlashadi. Bir amallab endi hammasini o'ldirdik deb turishganda, Bakni ham tishlab olishga ulgurishadi. Miguel darvozani yopadi. Bak u yerda Zoe qolganligini aytadi, biroq Miguel uni eshitishni ham istamasdi. Kutilmaganda yashirinib turgan ikkita tvar Miguelga tashlanib qoladi va ichak javog'ini chiqarishadi. Max ularni biryoqlik qiladi, biroq endi Miguelga yordam bera olmasdi. Bu vaqtda Lilini topgan Zoe u bilan issiqxonada yashirinadi. Ularni ko'rib qolgan Max Zoening hidining ortidan boradi. U Zoening ko'ylagini stol ustidan topadi. Ha, bu tuzoq edi. Tuproq ostidan chiqqan Zoe bog'bon pichog'i bilan Maxning ichaklarini to'kib yuboradi va deb boshini uchirib yuboradi. Bundan so'ng bunkerga qaytishadi va o'zini o'ldirmoqchi bo'layotgan Bakni ko'rishadi. Yigitiga hali vaqt borligini va dori yarata olishi mumkinligini aytgan Zoe undan bunday qilmasligini so'raydi. Ko'p o'tmay Zoe Bakda birinchi antivirusni sinab ko'radi. Buni qarangki, bu ish berdi. Bu esa uning qoni namunasidan yanada ko'proq vaksina ishlab chiqishda foydalanish mumkin degani edi. Keyinroq radio orqali xabar bergan Zoe vaksina olishlari uchun odamlarni bunkerga kelishga chorlaydi. Tirik qolganlar tvarlik virusidan birin-ketin qutulishni boshlashadi. Tamom.